erkak kishi qachon yaxshi bo'ladi? Bilasizmi? Yo'q, qachon? Erkak kishi o'lganda yaxshi bo'ladi. Ungacha hech kim yaxshi deb eslamaydi. Ha, erkak kishini. Qizlarga qarab bitta narsani aytkim keladi. Qizlar o'zi erkak kishini xafa qilishni hojati yo'q-da. O'zi erkak kishini hayot xafa qilib qo'ygani yetadi. Olmoqchi bo'lsa puli yetmaydi. Puli bor, qo'li kalta. Puli ham bor, qo'li ham bor, oyog'i yo'q. Nimadir muammo bo'ladi-da. Hayot har tarafdan ezadi. Chunki biz erkak kishimizda boshimizda shu bo'ynimizda yuk bor. Bu yuk hech qachon bu kamaymaydi. Misol mana gap pulda emas deydigan qizlar, misol men sizlarga misol keltirib beraman. Agar gap pulda emas bo'lganda, hozir biz demaylik, mana misol ayrim erkak, ayrim bolalar chet elda ishlamagan bo'lardi. Chet elda ko'p pul topaman deb ishlamagan bo'lardi. Hozir agar gap pulda emas bo'lganda, hozir men ham hamma shu yerdagi o'tirgan bolalar o'zini sevganiga uylangan holda uyda gaplashib yotgan bo'lardi hozir. To'g'rimi? Hatto o'tirmasdi-da. Ha, gaplashib o'tirmasdi hozir bu yerda gaplashib. Hozir hamma xotini bilan o'zini yaxshi ko'rgan qizi bilan gap pulda emas chunki. Oilasining yonida bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri. Bir ma'no ba'zi bir ota-onalar tushunmaydi bu narsani. Misol, yaxshi ko'rasan, qiz ham, bola ham yaxshi ko'radi deb bir misol uchun. Ayoqda ota-ona o'zi qarshi bo'lib turadi. Yo'q, aka ota-ona qarshi bo'ladi, to'g'rimi? Misol mana qizimni bermayman deydi u bolaga. Ertaga u bola bilan ota-onasi yashamaydi-yu.